Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'rguvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishingizni qarshi olamiz. Dunyo kechirim tashkiloti Avstraliyaning Tasmaniya shtatida Uyg'urlar to'g'risida faoliyat o'tkazdi. Xitoy koronavirusining detallarini yushirib, dunyoni texnik zo'r xavfga duchor qilish bilan ayblandi. Yevropa parlamenti, NATO va Amerika turk askarlariga qilingan hujumni aybladi. Grafik loyihalagich yoshlar o'ralma qap loyihalash musobaqasida dunyo bo'yicha 3-chi bo'ldi. Çili'de xo'jalik qatlamining qurbonlari xotirlandi. Tövəndə dehqonlar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bosadi. Xalqaro kechirim tashkiloti Avstraliya sho'basining uyushtirishi bilan Avstraliyaning Tasmaniya shtatida 14-fevraldan 29-fevralgacha Uyg'urlar to'g'risida 2 haftalik leksiya berish, fotosuratlar ko'rgazmasi ichish faoliyatini o'rlashtirgan. Bu faoliyatlarga Avstraliya Sharq Turkiston jamiyatining raisi Nurmuhammad Mijit Turkistonni taklif bilan qatnashib, Uyg'urlar to'g'risida doklad bergan. Nurmuhammad Mijit Turkistonning bildirishicha, u Tasmaniya shtatidagi universitet va ommaviy so'rovlarda jami 5 qatim leksiya so'zlagan. Yüzlügen xalq ommasiga Uyg'ur masalasini anglatgan. U yana 3 qatim radio ziyoratini qabul qilgan va yerlik matbuotlarga Uyg'urlarning vaziyati to'g'riliq ma'lumot bergan. Tasmaniya shtatidagi aborjin vakili Rodney Dillon apandi Uyg'urlar to'g'risidagi dokladni anglagandan keyin fikr bayon qilib, o'tmishda aborjinlarning beshiga kelgan tragediyalarning bugungi kunda Uyg'urlarning beshiga kelayotganligidan ichinganligini va Xitoyning Uyg'urlarni yo'q qilish siyosatini qattiq ayblaydiganligini bildirgan. Nurmuhammad apandining bildirishicha, u har qaysi yig'ilishlarda federal parlamentga Avstraliya hukumatining Xitoyga besim ishiltib, Uyg'urlarga ega chiqishini talab qiladigan imzoliq murojaatnomaga imzo to'plagan. U yana Xitoyning besimidan qochib Turkiyaga yerlashgan tul ayol va yetimlarga imkoniyatning berish i'ona to'plagan. Tasmaniya musulmonlar jamiyati $5000 i'ona qilgan. Yig'ilishcha Nurmuhammad 8 martdan 15 martgacha Turkiyaga berib, Avstraliya xalqaro yordam jamiyati bilan o'rtoqlashib, Uyg'ur yetimlarga ega chiqish ish plani bo'yicha Istanbuldagi Uyg'ur yetim bolalar va tul ayollarga yordam berish ishini boshlaydi ekan. Xitoy hukumatining koronavirusga aloqador uchurlarni kontrol qilib, uning ochiq oshkor bo'lmasligi, chet el mutaxassislarining virus markazi bo'lgan Wuhanda tekshirish ilib berishni rad qilib, boshqa davlatlarning virusning detallariga doir uchur bilan ta'minlamasligi ularning virusga qarshi unumli tadbir elishini qiyinlashtirmoqda. Navbatda Amerika hukumati Xitoyning koronavirusga doir detallarni yushirishidek bu xil xohishi dunyoni texnik zo'r xavfga duchor qilayotganligini ogohlantirib, Amerika Səhiyyə və İctimai Xizmət Ministerligining ministri Alex Azar 25 fevral kuni Amerika Kengash palatasida dunyoning Xitoy hukumatidan koronavirusida o'lganlarning soniga aloqador ishonchlik sonliq ma'lumotlarga erishamayotganligini bildirib, Xitoyning bu masalada ochiq oshkor bo'lishi va Amerika bilan to'liq hamkorlashishiga ehtiyoj borligini ta'kidlagan. Kengash palatasining 25 fevral o'tkazilgan mazkur guvohlik berish yig'inida Alex Azar Xitoyning koronavirusidagi ifodasi, virusning dunyoviy ta'siri, Amerika hukumatining virusga qarshi olgan tadbiri haqida doklad bergan va bu vaqtdagi savollarga javob bergan. Kengash palatasining mazkur guvohlik yig'ini Amerika yuqumli kasalliklarni kontrol qilish va oldini olish markazi axborot yig'ini o'tkazib, Amerikaning koronavirusini kontrol qilishda keskin tadbirlarni elishga tayyorlik qilish kerakligini e'lon qilgan kun o'tkazilgan. Axborot yig'inida Amerika yuqumli kasalliklarni kontrol qilish va oldini olish markazining amaldori doktor Nancy ogohlantirib, navbatdagi vaziyat yuqum yuz beramdi, bermamdi degan masala emas, balki qachon yuz beradi va qancha odam og'ir yuqumlanadi degan masaladir degan. Shu kuni yana Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Xitoyning koronavirus krizisidagi ifodasini tanqidlagan. U uchurni kontrol qilishning ajallik oqibatlarini keltirib chiqaradiganligini ta'kidlab, barliq davlatlarning koronavirusga doir haqiqiy ahvolni e'lon qilishini, shundaqla xalqaro hamkorlikni talab qilgan. U jurnalistlarni qo'llab chiqarishning burun sarisqa yo'l ochgan bo'lsa, hozir koronavirusga yo'l ochganligini eskartib, uchurni cheklash ajallik oqibat keltirib chiqaradi. Xitoy o'zining shundaqla chet el muxbirlarining va tabiiy xodimlarning erkin tekshirish ilib berib, so'zlashiga yo'l qo'ysa, Xitoy doiralari va boshqa davlatlar virusga texnik yaxshi taqobil tura oladi degan. Amerika Səhiyyə və İctimai Xizmət Ministri Alex Azarning bildirishicha, navbatda Amerikada koronavirusga yuqumlangan yuqumdorlarning soni 59 nafar bo'lib, ularning 14 nafari boshqalar bilan aloqada, 3 nafari Wuhanda, 42 nafari Almas Shahzoda nomli sayohat paraxotida virusni yuqtirib olgan ekan. Navbatda Aqsaray davlat majlisining koronavirusga taqobil turishga 2 milliard 500 million dollar ajratishni talab qildi. Aqsarayning 24 fevral e'lon qilgan bayonotida bu pulning vaksina ishlab chiqarish, tayyorlik ishlarini qo'llash, zarur tibbiy lozimatliklarni sotib olish qatorliqlarga ishlatilganligini bildirgan. Yevropa parlamenti, Shimol Atlantik ahdi tashkiloti, NATO va Amerika qo'shma shtatlari 33 turk askari shahid bo'lgan xoinlar hujum to'g'risida bayonot berdi. Yevropa parlamentining Turkiya dokladchisi Nacho Sanchez Amor, Suriyaning Idlib rayonida vaziyat o'tayotgan Turkiya askarlari Suriya hokimiyatining xoinlar hujumida shahid bo'lgandan keyin bayonot berib, qayg'urganligini bildirdi. NATO bosh kotibi Jens Stoltenbergmo Suriya hokimiyati va uning qo'llag'uvchisi Rossiyaning Idlibdagi hujumni aybladi va ularni bu hujumlarga xotim berishga chaqirdi.
Amerika Qo'shma Shtatlari bo'lsa o'zining Shimol Atlantik ahdi tashkiloti NATO ittifoqdoshi Turkiyaning yanida bo'lamiz deganlarni bildirdi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi xayrlash hujumdan keyin cho'nqur qayg'urganligini bildirib, bu krizisda qanday qilganda Turkiyani eng yaxshi shaklda qo'llay oladiganligi to'g'risida muzokara qilayotganligini ta'kidladi. Fatih Sultan Mehmet Vakfı Üniversitesi Grafik Layihələş Kəsbi 3-cü illik oxucuları Xalqaralıq Oral Muqab Təşkilatı tərəfindən orlaşdırılğan 2019-cu illik Dünya Çolpani oxucular müsabiqəsində ketçap, mayonez oralma qutusu əsəri bilən mis medalga erişdi. Universitetning jakarlashicha Turkiya Oralma quti san'atchilar derniki 2019-yil noyabrda o'rlashtirgan 15-chi qitimliq Oralma quti layihalash xalqaroliq o'quvchilar musobaqasida darajaga erishgan 18 asar. Xalqaroliq Oralma muqab tashkiloti tomonidan har yil elib berilayotgan Dunyo cho'lpini o'quvchilar musobaqasiga qatnashgan. Ularning ichidan Fatih Sultan Mehmet Vakfı Üniversitesi Grafik Layihalash Kəsbi 3-yillikdan Abduqayim Yasin Uyg'ur, Mujohid Hilmi Yaman va Fatullah qatorliq o'quvchilar loyihalagan ketchup, mayonez oralma qutisi asari dunyo bo'yicha 3-chi bo'lib mis medalga erishdi. Turkiyadan musobaqaga qatnashgan boshqa 17 asar qatnash guvohnomasi bilan qaytib keldi. Chilida xo'jalik qatlamining 28 yillik munosabati bilan o'tkazilgan marosimga Turkiyaning Chilida turishliq bosh elchisi Guljan O'g'iz qatorliq takliflik mehmonlar, har qaysi davlat elchixonalarining vakillari, jurnalistlar va tadqiqotchilar ishtirok qildi. Ermeniya armiyasi 1992-yili 26 fevralda Ozarbayjonning birdan-bir aerodromiga va strategik ahamiyatga ega Yuqori Qorabog' rayonidagi Xo'jalik shahriga hujum qilib, mudobiasiz holda 106 ayol, 83 kichik bola bo'lib, jami 613 begunoh Ozarbayjon fuqarosining shafqatsizlarcha qatl qilingan. 76 kichik bolani o'z ichiga olgan 487 kishi og'ir yaralangan. Ermeniya kuchlari 1275 kishini asirga olgan bo'lib, bularning ichidan 150 kishining hozirgacha izlari bo'lmagan ekan. Yaqinqi yillarda sodir qilingan eng og'ir irqiy qirg'inchilik va urush jinoyati sifatida tarix sahifalaridan o'rin olgan voqeaning javobgarlari hozirgacha javobgarlikka tortilmagan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.